Birinchi ularga muxlis bo'lganim 2000-yilda bahor oylarida ijodlarini boshlaganlar, ketma-ketma degan qo'shig'i bilan. Shunda nogahon Oynay-jahonda ko'rib, yoqtirib qolganman. O'shanda menga bu insonga nisbatan yuragimda iliqlik paydo bo'lgan. Shunda o'zim aytganman, shu inson bilan tanishishim kerak, o'rganadigan jihatlarim ko'p deganman. Keyin Alloh izni bilan 2000-yil 19-oktyabr kuni akamni nikoh kechalariga u paytda Ibrohim aka tanisali kerak, Akmal Ozod degan ijodkor bo'lardilar. Men ularning singlari bo'laman. Akmal akam bilan xonandalar ichida, ayol xonandalar ichida juda ham yaqin bo'lishgan. Bir-birlarini to'ylarga taklif qilishardi va e'tirozlarsiz doim kelishardi. O'shanda Akmal akamni bir og'iz so'zlari bilan Shahnoz opam bizning tadbirimizga kelganlar. O'shanda tanishganman yaqindan. Shundan keyin yanada mehrim oshib, muxlisligim singillikdan keyin katta qizim deb murojaat qiladigan bo'ldilar. Umrlarini oxirgi yillarini Allohga beadad shukr birga o'tkazishi nasib qildi. Men bu insondan minnatdorman. Menga juda katta ustozlik qilganlar, hayotda ko'p narsani o'rgatganlar. Oramizdagi yoshga doir farq 11 yosh bo'lsa-da, menga hech qachon sezdirmaganlar. Hech qachon sen kichkinasan deb bildirmaganlar. Doim menga bir ideal inson sifatida, qo'lidan hamma narsa keladigan inson sifatida, keyin hayotga yaxshi fikrlash kerakligini o'rgatgan inson sifatida muhrlanib qolganlar qalbimda.